Mehnat Qizg'aldon mahallasidan 135 ming dollarga podключ hovli qidirib yuribsizmi? Narxini aytmaysan desa, mana narxi boshidan aytilyapti. Jigarlar 2,5 sotuv yer maydoniga Xudo xolasa ikkita uyimiz tushyapti. Hozirda birin-ketin ko'rsatib beramiz. Mehnat Qizg'aldon mahallasida joylashayotgan aynan shu ikkita ikki etajli uyimizda. Ko'rib turibsiz jigarlar, remont avjida Xudo xolasa 25-dekabr kuni podключ qilib bitirib klientlarga kalt topshiramiz deb turishdi egalar tomonidan. Shod Build kompaniyasi tomonidan qurib bitqizilayotgan bu uylarimiz. O'tgan kuni Majnuntol mahalladagi 4 ta uy ko'rsatgandik. Bu esa Mehnat Qizg'aldon mahallasidagi ikkita uyimizda. Xohlasangiz uni, xohlasangiz buni Shod Build kompaniyasi tomonidan qurib bitqizilyapti. Bilasizlar, ancha-muncha narsaligini o'zingizda ishlab chiqarishadi. Betonlarda, yana qo'shimcha narsalar. Pastki raqamlarga telefon qiling, bitta aloqaga chiqib ko'ring. Ichkarini, remont holatlarini va xonalarni ko'rib turibsiz. 5 xona plus oshxonadan iborat, ya'ni 6 ta xonadan iborat bo'lib turgan ikki etajli shu uylarimizni xohlasa kelib bemalol qabul qilib olsangiz bo'ladi. Cho'pli pol hamda batter orqali istilamoqda jigarlar. Pastki raqamlarga telefon qiling, aloqaga chiqib ulgurib shoshilib qoling.